Assalomu alaykum. Bizda vitamin D3 ham bor. Bu mana dori vositasi emas, biologik faol qo'shimcha hisoblanadi. Ichida 90 ta bor. Bemalol bittadan ichsangiz ham 3 oyga yetadi. Buni foydali xususiyatlari juda ham ko'p, organizm uchun juda ham kerakli. Ayniqsa tish, suvakligi juda ham foydali. Kalsiy, fosfori organizmga singishi uchun обязательно vitamin D3 bo'lishi shart. Yaxshi so'riltirib beradi. Tirnoq, sochga foydali, undan tashqari energiya beradi, immunitet oshiradi, asab tizimiga foydali. Foydali xususiyatlar juda ham ko'p sanab o'tadigan bo'lsam. Yurak yetishmovchiligida обязательно kerak. Ko'p doktorlarga borsanglar vitamin D3 yozadi. Ayniqsa yoshi kattaligi ko'p yozishadi. Buni albatta ichib ko'ringlar. Ayniqsa umuman kimyoviy qo'shimchasi yo'qlarni topish qiyin. Bu aptekadagi vitamindan farqli ravishda bu biologik qo'shimcha, dori vositasi emas. 100% tabiiy, ayniqsa halol.